هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure El-A'rab tefsiri 70. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Sure A'raf 70. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Ula ey Hud, atı boğullarımız ibadet kılıp kilivatkan ma'budlarını taşlap, yalğız bir Allah'a ibadet kılışımızga davet kılgılı keldin mi? Eğer rast sözlük içilerden bolsan, bizgi va'da kılgan azabını keltirgen dedi. Hud, sizlerge çokum Rabbinlarning azabi ve g'azibi nazil boludu. Sizlar o'zanglar ve atı buvanglar at qo'yib olgan bu vaqtda ularga ibodat qilishga Allah hech qanday dalil nazil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allohning azobini kutinglar. Menmi haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nazil bo'ladigan azobni kutaman dedi. Biz Hudni ve onun bilen bildi bolğuchilarni, yani mu'minlarni rahmetimiz bilen qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlarni taltüks halak qildik. Ular iman etmagan idi. Allah Taala Ad qavmining Hud alayhissalomga qarishtirib tersalik qilib, haddidan eshib ve Hud aleyhisselamni inkar qilib mundaq deganligidan xabar berdi. Ular ey Hud, atı boğullarımız ibadet qilib kelivatgan ma'budlarni tashlab, yalğız bir Allah'a ibadet qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin dedi. Ularning bu so'zi xuddi Quraysh kafirlarining Muhammad aleyhisselam'a degan tuvandagi so'ziga o'xshashdir. O'z vaqtida ular, agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Muhammad ibn Ishaq ve boshqalar mundaq deydi. Ad qavmi Suda, Samud qavmi Haba deydigan butlarga Ad qavmi Suda, Samud qavmi Haba deydigan butlarga ibodat qiladi. Shuning uchun Hud alayhissalom ularga mundaq dedi. Sizlarga kelgan çoqum Rabbinglarning azob ve g'azibi nazil bo'ladi. Yani sizlarning yuqorida degan so'zlaringlar uchun Rabbinglar tarafidan sizlarga bir azobning tushishi kutilib ketdi. Sizlar o'zinglar ve atı buvanglar at qo'yib olgan bu vaqtda ularga ibodat qilishga Allah hech qanday dalil nazil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allah'ның azabını kutinglar. Men haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman dedi. Yani bu Hud alayhissalomning o'z qavmiga qilgan tahdididir. Shunga u ularga qilmoqchi bo'lgan so'zni mush so'z bilan oxirlashtirdi. Ad qavmining oqibati to'g'risida biz Hudni ve onun bilan billa bo'lg'uchilarni, yani mu'minlarni rahmetimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkar qilganlarni taltüks halak qildik.
ular iymon etmagan edi. Alloh taolo Ad qavmini qandoq halok qilganligini Qur'onning boshqa oyatlarida bayon qildi. Alloh taolo ularni har qandoq narsaning yenidan o'tsa, uni chirigan so'ngakdek tima qilib o'tadigan qattiq qor bo'ronni avatish orqali halok qilgan edi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ad bo'lsa haddidan ziyoda qattiq va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. Alloh ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay operedi qildi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xorma daraxining por ko'taklaridek yotganligini ko'rsan, ulardan biror odamning qolganligini ko'rolmaysan. Ya'ni Ad qavmi haddidan eshib ketgan edi. Alloh taolo ularni qattiq bo'ron bilan halok qildi. Bo'ron ularni osmonga ko'tarib, ondan 5 yerga urib, 5'ini tenidan uzib etdi. La ilaha illalloh. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xorma daraxining por ko'taklaridek yotganligini ko'rsan. Muhammad ibn Ishaq mundaq deydi: Ad qavmi Yamanda Oman bilan Hadara Mavnining arliqidagi bir joyda yashaydi. Ular yer yuzida buzuqchilik ilib bordi. Ularga Alloh taolo ato qilgan kuch-tengirligi bilan kishilarga zulm qildi. Ular Alloh taoloni qo'yib butqa cho'qinatdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga ularning ichidagi nasibi eng esil va jamiyatdagi o'rni eng yuqori bo'lgan Hud alayhissalomni payg'ambar qilib avatdi. Hud alayhissalom ularni Alloh taoloni bir deb bilishga, Alloh taologa boshqa birini qitib iloh tutmaslikka, kishilarga zulm qilmaslikka buyurdi. Ular uningga unumay, uni yolg'onchiga chiqarib, kuch-quvvatda kim bizdan ortiq dedi. Hud alayhissalom ularning ichidan faqat ozgina bir qism kishilarla iymon etib ergashdi. Hud alayhissalomga ularning ichidan faqat ozgina bir qism kishilarla iymon etib ergashdi. Lekin ular iymonlarini yoshirib yashaydi. Ad Alloh taologa cho'ngchilik qilib, Alloh taoloning payg'ambarini yolg'onchiga chiqardi. Zaminda ko'p buzuqchilik qildi. Yer yuzida cho'ngchilik qilib, har bir egiz yerga o'yin tomosha qilish uchun binolarni soldi. Hud alayhissalom ularga: sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino solamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni solamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ular aytdi: ey Hud, sen bizga o'zingning rastligini ko'rsatadigan hech qanday ro'shan dalil keltirmading. Sening so'zing bilan biz ilohlarimizni tashlab o'tmaymiz va sening payg'ambarligingga ishonmaymiz. Biz faqat seni ba'zi ilohlarimiz saron qilib qo'yibdi deymiz. Hud aytdi: men haqiqatan Allohni guvoh qilaman. Sizlarmi guvoh bo'linglarki, men sizlarning Allohni qo'yib shirk keltirgan butlaringlardan ado judaman. Hammanglar menga suiqasd qilinglar. Menga muhlat bermanglar. Shubhisizki mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga men tavakkul qildim. Allohning boshqarishida bo'lmagan bir maxluq yo'qdir. Rabbim haqiqatan to'g'ri yo'ldadir. Ya'ni adil bo'lib, hech kishiga qilchi zulm qilmaydi. Ad qavmi elchisining qissasi to'g'risida. İmam Ahmed Haris
Bekrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ala ibn Hazramining ustidan shikoyat qilish uchun payg'ambar alayhisalomning qishig'i mangdim. Rubiza degan yerdan o'tib ketayotganimda Bani Tamimliq bir qari ayol yo'lda qilib qopti ekan. U ayol menga: "Ey Alloh taolaning bandisi, men bir ish uchun payg'ambar alayhisalomning oldiga bormoqchi edim. Sen meni olg'ach boramsan?" dedi. Shuning bilan men u ayolni Madinaga olg'ach keldim. Biz yetib kelganda payg'ambar alayhisalomning masjidi kishilarga to'lgan ekan. Bir dona qora bayroq lapildab turibdi. Bilal radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomning oldida qilich tutgan holda turibdi. Men bu kishilarga nim bo'ldi deb so'radim. Kishilar payg'ambar alayhisalom Amr ibn Asni bir joyga avatmoqchi bo'lyapti dedi. Shuning bilan men saqlab o'ltirdim. Payg'ambar alayhisalom ishlarini tugitib uyiga qaytgandan keyin uning uyiga kirishga ruxsat so'radim. Payg'ambar alayhisalom ruxsat bergandan keyin men kelib payg'ambar alayhisalomga salom berdim. Payg'ambar alayhisalom sizlar bilan Bani Tamimning orliqida biror ish bormi deb so'radi. Men biz bir urushda ular ustidan g'alaba qilgan edik. Men bu yerga kelish yo'lida Bani Tamimlik bir qari ayolni uchratgan edim. U ayol mening o'zini alg'ach ketishimni talab qilib edi. Men u ayolni bu yergacha alg'ach keldim. Hozir u ayol sirti saqlab qoldi dedim. Payg'ambar alayhisalom u ayolni chaqirtib kirdi. Men: "Ey Allohning payg'ambari, sen biz bilan Bani Tamimning orliqida biror to'saq qilay degan bo'lsang, Dahna degan sayliqni to'saq qilgan" dedim. Eyliq qari ayol qabilovozlik qilib o'zini basolmay: "Ey Allohning payg'ambari, seqinchilikda qolgan odamni yana nega qistaysan? Sıqınçılıqda qalğan adamni yana nega qistaysan?" dedi. Men xuddi burunqilarning ma'za o'zining o'lim xetini o'zi ko'tirdi deganidek menmu bu ayolni alg'ach keptiman. Lekin u ayolning menga qarshi da'vogar bo'lib qilishini o'ylamabdiman. Men Alloh va uning payg'ambaridan o'zimning xuddi Ad qavmining elchisidek bo'lib qilishimdan panoh tilayman dedim. Payg'ambar alayhisalom: "Ad qavmining elchisi nima qilgan?" deb gerçi bu qissasini bilib tursimu mendan yana bir qitim anglash maqsadida so'radi. Men mundaq dedim: "Ad qavmi qahatchilikka uchrab Makkaga berib suv talab qilmoqchi bo'lib, bir turkum kishilarni suv talab qilishi uchun avatidi. Elchilarning ichida Qayil degan bir odam Makkaga kelib Muaviya ibn Bakrning uyiga keldi. U odamni uyida bir oy turg'izdi. Uningga aroq qo'yib berdi. 2 dedikini naqshi etkizib berdi. Bir oy o'tgandan keyin Qayil degan kishi Mahrat teg'iga chiqib: "Ey Alloh, sen bilsan, men bu yerga biror keselni davolash yoki biror asirni qutqizish uchun kelmadim. Ey Alloh, sen Ad qavmiga o'zing xohlagan ravishda suv ato qilgin" deb duo qildi. Shuning bilan uning ustidan qora bulutlar o'tishga boshlaydi. Bu bulutlarning birini tanla degan ovoz keldi. U yomg'ir nihoyat jiq bo'lishi mumkin deb gumon qilib qora bulutdan birini tanlaydi. Bulutdan: sen odam qavmidan bir kishini qo'ymay hammani halok qiladigan bir bulutni tanlading degan ovoz keldi. U kishi bulutdan kelgan bu ovozni hamrohidan va qavmidan yo'shirdi. Mening anglashimcha Ad qavmiga o'zikning beg'idan o'tkichilik bir shamol avatilib,
üzükning beg'idan o'tkichilik bir shamol avatilib, ularning hammasini halok qilib o'tgan. Abu Vail mundaq dedi: Haris bek rost aytibdi. Shuningdan keyin kishilar biror yerga elchi avatmoqchi bo'lganda, ular elchilarga sizlar Ad qavmining elchisidek bo'lmanglar deydi. Bu qissani Imom Ahmad, Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdi. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Rabbinglar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan tish to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyari o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Allah sizlarni Ad qavmidan keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlarni Hijr zamoniga o'rinlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib o'ylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi. Ular: biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz dedi. Hayliq takabburlar: sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz dedi. Ular tish to'gini bo'g'izladi. Robbining amrini tutishdan bosh tortdi va: ey Solih, rostdanla payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qoldi. Samud qavmining yashagan joylari va ularning nasibi to'g'risida tafsirshunos va nasabshunos olimlar mundaq dedi. Samud bo'lsa Nuh alayhissalomning o'g'li Samning evrisi bo'ladi. Samud Judas ibn Asirning qarindishi va shuningdek Tasma qabilasi bilan urug' tuqqandir. Bu İbrahim alayhissalomning zamonasidan burun arablashgan arablarning qabilalaridan hisoblandi. Samud qavmi Ad qavmidan keyin kelgandir. Ular Hijaz bilan Shamning oraliqidagi Vadil Qura va uning atroflariga joylashgan edi. Payg'ambar alayhissalom Hijriyaning 9-yili Tabukka ketayotganda ularning yashagan joylaridan va yurtlaridan o'tgan edi. Imom Ahmad ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan Tabukka manganda sahobalarni Samud qavmining yurti bo'lgan Hijr degan yerdan tushirdi. Hijr degan yerga tushirdi. Kishilar Samud qavmi suv ichgan quduqdan suv ichishdi va u suv bilan tomoq etish uchun xamir yug'urishdi va qozonlarga shu suvdan qo'ydi. Ondan payg'ambar alayhissalom ularni qozonlardagi suvlarni to'kib etib, xamirlarni to'gilarga berib etishga ham bu yerdan yutkilib, Solih alayhissalomning to'gisi suv ichgan quduqning yoniga tushishga buyurdi. Ularni Alloh taolo tarafidan azob kelgan qavmlarning yurtiga kirishdan to'sib, haqiqatan men ularga kelgan azobning sizlarga kelib qolishdan qo'rqaman. Shuning uchun sizlar ularning yurtlariga kirmanglar dedi. Imom Ahmad ibn Umar radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Samud qavmining yurti bo'lgan Hijr degan yerda turib, sizlar Alloh taolo tarafidan azob tushirilgan kishilarning yurtiga kirmoqchi bo'lsanglar, yig'ilgan holda kiringlar.
agar sizlar yig'lamasanglar, ularning yurtiga kirmanglar. Men ularga kelgan azobning sizlarga kelib qolishidan ansirayman dedi. Salih alayhissalom va Samud qavmining qissasi to'g'risida. Samudga ularning qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir." Ya'ni barliq payg'ambarlar shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Manga ibodat qilinglar" deb vahiy qildik. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday mahbudga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdik. Samud qavmining Quram toshdan to'gi chiqirilishni talab qilishi va to'gining chiqirilishi to'g'risida. Sizlarga haqiqatan Rabbinglar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Men bu Allah bevosita yaratgan tish to'gimi, mana bu Allah bevosita yaratgan tish to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyori o'tlisin. Uning ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob aloq qiladi. Ya'ni sizlarga men ilib kelgan dinning rostligini isbotlaydigan bir paket keldi. Samud qavmi Salih alayhissalomdan o'zlariga o'zining payg'ambar ekanligini isbotlaydigan biror alomat keltirishini so'ragan edi. Ular Salih alayhissalomdan o'zlari belgilab bergan Hijr yurtining bir chetidagi Katba ismli yolg'iz bir qattiq qo'ram toshdan tug'ishqa ozla qolgan bir to'gining chiqarishini talab qilishdi. Salih alayhissalom ulardan agar Alloh taolo ularning diginidek to'gini chiqarib bersa, ularning Alloh taologa iymon etishiga va Alloh taologa bo'ysunishiga va'da oldi. Ular Salih alayhissalomga shunday qilishga va'da bergandan keyin Salih alayhissalom namozga turdi va Alloh taologa duo qildi. Shuning bilan eliq qo'ram tosh midirildi-da, uning ichidan ular talab qilgandek qo'rsig'ida bolasi midirlab turgan qo'saqliq va yungluq bir to'gi chiqdi. Del shu chaqda Samud qavmining boshlig'i bo'lgan Jundub ibn Amri va uning qo'l ostidagi ba'zi kishilar iymon etdi. Samud qavmining boshqa cho'ng kishilari iymon etmoqchi bo'lganda butlarga mas'ul bo'lgan Zuab ibn Amr ibn Laib va Ruab ibn Sam'a qatorliqlar ularni iymon etishdan to'sdi. Jundub ibn Amrning Shuhab ibn Xalifa ismli bir nevri tuqqani bor bo'lib, u Samud qavmining ichidagi eng hurmatli esil kishilardan edi. U iymon etmoqchi bo'lganda butlarga mas'ul kishilar uni to'sib o'zlariga qoyil qilib oldi. Shuning bilan bu kishining haqida Samud qavmi ichidan Mihvash ibn Anva ismli iymon etgan bir kishi she'r o'qidi. To'ga bo'tlaqlagandan keyin to'ga va uning bo'tliqi ularning ichida ma'lum bir mezgilgacha turdi. U yerda bir quduq bor bo'lib, navbat bilan to'ga bir kun suv ichsa, kishilar bir kun suv ichadi. To'ga suv ichgan kuni kishilar u to'gining sutini ichishadi va uni sig'ib qachilariga to'ldirib oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: suvning ular bilan to'gining orasida bo'linganligini, qaysisining navbat kelsa shuning hozir bo'ladiganligini ularga uqtirib qo'ygan. Salih aytdi: bu tish to'ga suyinglardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichsizlar. U to'ga o'tlash uchun ba'zi
egizlaridan kirganda boshqa to'gilarning kirib chiqishiga to'salg'i bo'lmasligi uchun kirishda jilg'ining bir tarafidagi egizdan kirsa, qaytishida boshqa bir tarafidagi egizdan qaytib chiqadi. Chunki u ichgan suyining ko'pligidan qo'zig'i nihoyatda yo'g'inab ketadi. Qilingan rivoyatlarga qaraganda u nihoyat cho'ng va surlik, ko'rinishi chiroyli bir to'gi ekan. U to'ga Samud qavmining to'gilarining qishidan o'tib qolsa, u to'gilar bu to'gidan urkib qochadi ekan. Bu ahvolning davomlashaverishi va Samud qavmining Salih alayhissalomning yolg'onga chiqarishi eng avjiga chiqishi bilan ular to'gining suv ichadigan navbati kelgan kundimi suvni o'zlarining ichishi uchun u to'gini o'ldirmoqchi bo'ldi. Rivoyat qilinishicha, ularning hammasi to'gini o'ldirib etishga qo'shilgan. Bu vaqtda Qatada mundaq dedi: "Anglashimcha, to'gini o'ldirmoqchi bo'lgan kishi har bir odamning qishiga, hatto uyda o'ltirgan ayol va kichik bolalarning qishigacha berib, ularning ma'qulligini olgan. Buni tövendeki oyatlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Ular payg'ambarni, ya'ni Salih alayhissalomni yolg'onchi qildi. To'gini o'ldirdi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni talto'kis halok qildi, umumyuzlik halok qildi. Biz Samudga tish to'gini ro'shan mo'jiza qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Ular tish to'gini bo'g'izladi. Mana bu oyatlarda amaliyotda to'gini bir odam o'ldirgan bo'lsa-mu, to'gini u o'ldirdi demay, ko'plik qo'shimchasi bilan ular o'ldirdi deb bayon qildi. Bu ularning hammasining to'gini o'ldirishga ma'qul bo'lganligini ko'rsatib berdi. Rostini Alloh taolo bilgichidir. To'gining o'ltirilishining bayoni to'g'risida İmam İbn Jarir ve başka tafsirshunos olimlar to'gining o'ltirilishining sababi haqida mundaq deydi. Samud qavmining ichida G'anom ibn Majlaz degan kishining Unayza degan bir qizi bo'lib, u bir qari kofir ayol edi. U Salih alayhissalomni eng o'ch ko'rdi. Uning eri Samud qavmining kattalaridan biri bo'lgan Zuab ibn Amr edi. U ayolning chiroyli qizlari va ko'p mol dunyosi bor edi. Sadub binti Mahya ismli yana bir ayol bo'lib, u ayolmo nasabi yuqori va mol mulki ko'p chiroyli ayol edi. U aslida Salih alayhissalomga iymon etgan bir musulmonning ayoli edi. U kishi iymon etgandan keyin uningdan ayrilib ketgan edi. Bu ikki ayol o'zlarining gepiga kiradiganlar kishilarni to'gini o'ldirishga qiziqtiradi. Ma'lum bir kuni Sadub ismli heliq ayol Habban ismli kishini chaqirib, agar u kishi to'gini o'ldirsa, o'zini u kishiga ataydiganligini deydi. U kishi uningga unimaydi. Ondan u ayol Masta ibn Mahraj ismli bir nevro tuqqanini chaqirib, uningga avval kishiga degan so'zini deydi. U odam ayolning gapiga ma'qul bo'ladi. Unayza ismli heliq qari ayol Salibning o'g'li Qaddar degan kishini chaqirdi. U rangi qizil, ko'zlari ko'k, pakar kishi edi. Kishilar uni zinodan bo'lgan hozirgi dadasi uning haqiqiy dadasi emas, uning onasi uni Sahyad ismli odam bilan zina qilib topgan. Lekin u Salibning uyida tug'ilganligi uchunla Salibning bolasi deb atilib qolgan deb qaraydi. U qari ayol uningga: "Agar sen to'gini o'ltirsang, qizlarimdan sana xolig'ingni beraman" deydi. Shuning bilan Salibning o'g'li Qaddar va Masta ibn Mahraj to'gini o'ltirish uchun mangadi. Bu ikkisi Samud qavmining eski odamlarini to'gini o'ltirishga qiziqtirdi. Ularning ichidan ularga 7 kishi ergishdi. Shuning bilan ular 9 bo'ldi. Bular haqida Alloh taolo mundaq deydi:
shaharda, ya'ni Hijrda yer yuzida buzuqchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ergashgan 7 kishi o'z qabilalarining cho'nglaridan edi. Ular to'gini o'ltirishga qabilasidagi iymon etmaganlarning hammasini safarbar qildi. Chaqirilganlar to'gini o'ltirishga mangdi. Ular to'gining suv ichib qaytgan vaqtini pamlab o'ltirdi. Salibning o'g'li Qaddar to'gining qaytar yo'lidagi bir qoram toshning bir tarafiga yo'shirinish uchun o'rak qo'ladi. Masta degan kishi yana bir tarafiga qo'ladi. To'ga masta yo'shirinib turgan tarafdan o'tdi. U to'gaga qartib o'q yardim bir tal o'q uzdi. O'q berib to'gining yo'tisiga sanjildi. Uzayna degan hali qari ayol eng chiroyli qizining yuzini Qaddarga ichib uni rag'batlantirishga buyurdi. Qaddar qilichni ko'targunicha to'giga etilib berib, to'gining lipkini kesib etdi. Shuning bilan to'gi yerga yiqildi. Bu tiliqini ogohlantirish uchun to'giga vaqirdi. Qaddar to'gining bo'yniga qilichini urib, to'gini bo'g'izladi. Uning bo'tiliqi qechib, nihoyat egiz bir tog'ning ustidagi qoram toshning ustiga chiqib vaqirdi. Abdurrazzaq Muammardan Hasan Basrining u bo'tiliq "Ey Rabbim, onam qayerda?" dedi deganligini anglaganligini rivoyat qildi. Bu bo'tiliq 3 qitim vaqirabla qoram toshning ichiga kirib g'oyib bo'lib ketgan degan ko'z qarashim bor. Kishilar uni qo'g'lab berib, uni o'ltiribdi degan ko'z qarashim bor. To'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Ularning to'gini o'ltirib etganligining xabari Salih alayhisalomga yetganda, ular to'plashib turgan yerga kelib, u to'gini ko'rib yig'lab ketdi. O'yinlarda hayotlikdan 3 kun bahriman bo'linglar. Bu va'da yolg'on emas, dedi. Yomon odamlarning Salih alayhisalomni o'ltirmoqchi bo'lganligi, ularga keladigan azobning alomatlari va azobning kelganligi to'g'risida. Ular to'gini o'ltirib etgan kuni chorshanba kuni edi. 9 kishi shu kuni kechda Salih alayhisalomni o'ltirmoqchi bo'lib, agar Salih rostchil bo'lsa, biz uni bizga azob kelishidan burunroq ujuqtirib etaylik. Agar u yolg'onchilardan bo'lsa, to'gisining qishig'i yo'lga silib etaylik deydi. U Alloh taolo ular haqida mundaq dedi. Halbuki ular yolg'iz yomg'ir yig'ishdan burun haqiqatan umidsizlanib ketgan edi. Allohning rahmatining natijalariga qarag'anki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq terildirdi? Shubhisizki, Alloh haqiqatan o'liklarni terildirguchidir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Agar biz ziroatga ziyonli shamolni avatsak, ular shamolning ta'siridan ziroatning sarg'ayib ketganligini ko'rsa. Shuningdek keyin ular Allohning ilgirki ne'matlariga kufrlik qildi. Ular Salih alayhisalomni o'ltirishga kelishib, kechida Salih alayhisalomni o'ltirish uchun yo'lga chiqdi. Shuning bilan Alloh taolo ularga tosh avatdi. U tosh ularning qavmiga azob kelishdan burun ularni urib titma qilib etdi. G'alaba aman Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambari uchundir. Samud qavmi payshanba kunining tengini atqizdi. Bu kun ularga berilgan muhlat kunlarining birinchi kuni edi. Xuddi Salih alayhisalomning va'da qilgandek, bu kuni ularning yuzlari sarg'ayib ketdi.
Ular mühlet verilgan kunning ikkinchi kunimi kirdi. Bu juma kuni edi. Bu kuni ularning yuzlari qizillikqa o'zgardi. Uchinchi kunimi kirdi. Bu dal shanba kuni bo'lib, ularning yuzlari qop-qor bo'lib qoldi. Ular yakshanba kuni saharda ishlarning Salih alayhissalomning digindek bo'layotganligini ko'rib, kepenlik kiyib, kepenliklariga xushpuroq narsalarni chechib, Alloh taolaning azobining tushishini kutib turdi. Ular o'zlarining qandoq qilinib ketadiganligini, azobning qandoq keladiganligini bilolmay tanarqab o'ltirishyapti. Alloh taolo bizni bundoq azobdan saqlasin. Amin. Kun chiqqanda osmon tarafdan qattiq bir ovoz keldi. Zamin qattiq bir silkindi. Shuning bilan ularning jonlari bir vaqtda ilindi. Ular uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Ularning jini tenidan judo bo'ldi. Ulardan mayli cho'ng kichik, qari yosh va ayollardan bo'lsin, bir kishimi bu azobdan qutula olmadi. Ba'zi olimlar ularning ichidan Kalba ismli bir palach qizli qutulib qolgan. U qiz Zurayqa deb ataladi. U Salih alayhissalomga qattiq o'chmanlik qiladigan kafir qiz edi. U azobni ko'rganda Alloh taolo uning kesilini saqaytdi. Shuning bilan u nihoyat tez sur'atda boshqa bir kentga qochib kelib, u kentkilarga o'zining ko'rganlarini va qavmiga qanday ishlarning bo'lganligini deb berdi. U qiz kentdagi kishilardan ichish uchun suv so'radi. U suvni ichib bo'libla o'ldi deydi. Tafsirshunos olimlar mundaq deydi. Salih alayhissalom va uningga ergashgan mu'minlardan boshqa Samud qavmidan Abu Rig'ol degan kishidan boshqa hech kim tirik qolmagan. Bu kishi o'z qavmiga Alloh taoloning azobi kelganda haramda edi. Shunga uningga qavmiga kelgan azobdan hech qaysi kelmagan. U ma'lum bir kuni haramning chegarasidan chiqishi bilanla osmondan bir tosh tushib uni o'ldirgan. La ilaha illalloh. Abdurrazzaq Muammardan Ismoil ibn Umayyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom Abu Rig'olning qabrisining yenidan o'tib ketib, buning kimning qabrisi ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Sahobalar Alloh va uning payg'ambari biladi dedi. Payg'ambar alayhissalom bu Samud qavmidan bo'lgan Abu Rig'ol degan kishining qabrisidir. Qavmiga Alloh taolaning azobi kelganda bu kishi Alloh taolaning harimida edi. Alloh taolaning harimi u kishidan azobni to'sab qoldi. U kishi ma'lum bir kuni haramning chegarasidan chiqishi bilanla u kishiga qavmiga kelgan azob keldi. Shuning bilan u kishi bu yerga ko'mildi. Uning bilan bir ziq oltin ko'milgan edi. Kishilar qilichlarini ko'tarib kelib, shu oltinni izlab tepib elib oldi dedi. Abdurrazzaq Muammardan Zuhriyning Abu Rig'ol Abu Saqif deb atiladi deganligini rivoyat qiladi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'rafdan 78-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi